Ajoyib yigitlarimiz mana bir-biridan go'zal deganimiz mana yana ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'quvchilarimiz davraga chiqyapti. Qani eshitamiz ulardan ham. Chiroyli qo'shiqlarimiz, hit bo'lgan qo'shiqlarni ijro etadi. O'zlarining ovozlarida. Qani marhamat. Kambag'al benim sımadı sevganim, odamlarga bol olaman onajon. O dunyoga bog'liq bo'lsa hammasi zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. O dunyoga bog'liq bo'lsa hammasi zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Yo'qchilikda kelarkanda ko'rganim, og'ir kunlar o'tib ketar onajon. Xudo berar kelarda bir bizga ham, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Urib tursa ko'ksimdagi yuragim, harakatdan to'xtamayman onajon. Oshmay tursin g'iybatimni yolg'iz, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Shoshmay tursin g'iybatimiz yolg'iz, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Do'stlarimdan umid qilmay qo'yganman, qarz ko'rasam so'zlarida ming yolg'on. Siz yonimda bo'lsangiz bas yelkadosh, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Ko'pchilikda kelar ekanda yozganam, o'tib ketar o'g'ri kunlar onajon. Xudo berar kelarda bir bizga ham, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Urib tursa ko'ksimdagi yuragim, harakatdan to'xtamayman onajon. Shoshmay tursin g'iybatimni yolg'iz, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Shoshmay tursin g'iybatimiz yolg'iz, zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Odamga duo qilib tursangiz, o'g'lingiz bir kun safar uchar onajon. Siz doimo baxtimga sog' salomat bo'lsangiz, zo'rlardan zo'r bo'lamiz onajon. Yo'qchilikda kelar ganda ko'zganam, o'tib ketar o'g'ri kunlar onajon. Xudo berar kelarda bir bizga ham, zo'rlardan zo'r bo'lamiz onajon. Ana ajoyib ko'rlaringiz, farzandlaringiz qanday ovozga ega, qanday kasbga ega, chiroyli ovozlar bilan birgalikda bir-biri so'rab qo'yish kerak-da, har bir farzanddan. Qani o'g'lim nimaga qiziqasiz? Shunday ekan mana ikkala o'quvchilarimizga o'zlaringizning ovozlaringizni berasizlar. Qaysining ovozi, qaysi qanday ijro etdi? Ular hali yosh, faqat eshitib ijro etyapti. Xudo xohlasa ko'p ishlaymiz. Nasib bo'lsa bundan ham chiroyli ovozlarga ega bo'ladi. O'zlaringiz layklaringizni bosasiz, ovozlarni bo'lsa berasiz. Qaysi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ana shunga qarab biz bahoni chiqaramiz. Layklardan chiroyli qilib bahoni biz bilib olamiz. Sog'inglar, salomat bo'linglar.